Yana Urgut tumani G'o'z qishlog'ining tepadan ko'rinishi mana. Anchagina baland tog'dan. Mana G'o'z qishlog'i. Mana G'avsul Azam majmuasi mana. Ziyoratgoh. Mana yangi masjid, mana G'o'z qishlog'i. Mana qo'shni qishloqlar mana. Oppoq turgan Vatkan kolleji. Yangi qurilayotgan temir yo'l ham ko'rinib turibdi, elas. Mana Turkiston tizma tog'lari ana Tojikistonda. Mana O'zbekiston, Tojikiston qishloqlar bir-biriga qo'shilib ketgan mana. Chegaramiz ham bor. Mana Zarafshon tog'ining Chaqilkalon tarmog'i mana. Zarafshon tizma tog'lari. Mana tog' adirlarida tokzorlar barpo etilgan. Bugun havo bulutli, lekin adashmasam yomg'ir tushmasa kerak. Havo bulutli mana. Urgut Allayoron cho'qqisi ham ko'rinib turibdi mana. Juda ajoyib manzara mana, tabiatimiz ham yashil. Mana qishloqlar tog'dan juda ajoyib ko'rinar ekan. Mana tabiat o'zini bor tarovatini namoyish etgan. Mana ham yashil. Ayrim o'tlarimiz gullagan mana. Shunday ajoyib chiroyli yurtda yashaganimizda albatta biz faxrlanamiz. G'o'z butun dunyo taniydi, G'o'z xalqi, tadbirkorlar, allomalar, ziyolilar vatani. Mana bizni qishloq ham ko'rinib turibdi, juda uzoqdan. Adashmasam 9-8 kilometrlar nariyoqda. Oxiridagi Tojikiston, So'g'd viloyati Panjigit tumani qishloqlari.